Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilar. Bizni kuzatib o'tgan aziz do'stlar, barchaga salom. Do'stlar, go'zal mahallamizdan video obzor qilib boryapmiz. Ko'rib turganinglardek, bizni shunchalik qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddaman azizlarim. Qanchalik sizlarga qushlarning ovozi eshitilyapti. Manzaraga bir e'tibor berib qo'yasizlar, manzaraga azizlarim. Qishloq hayotidan bu. Ana ko'rib turganinglardek azizlar. Mana ko'rib turganinglardek. Yaqinlashtirmay qo'y o'g'lim. Yaqinlashtiring. Uyingiz qarang, uzoq bo'lgan. Ha, to'g'ri. Ayamniki ham bo'ladi. Sara topa. Anna qizim. Yaqinlashtirgan hozir bo'lmaydi hozir. Bo'ladi-ku. Ha. Ketib so'rashikchi ota bilan. Qanaqa qilasiz? Assalomu alaykum. Hadi yaqinlashtiring. Yaqinlashtirishga bo'lmaydi-da. Buni yaqinlashtirish uchun. Kam? Tiqinchi. Ha, mana. Tiqinchi. Skuterda yaqinlash. Qayerga ketyapsizlar, magazingami? Skuter yaqinlanmayapti-ku. Skuterda yaqinlashtiringchi. Olmasin, mana to'g'ri ko'ringan bo'lyapti. O'yinlarning oldi ko'rinyapti. Oynalarning oldida. Meni opa demayman unda. 1 yosh kattalar. Opa deyapsanmi hozir? Oynur deyman. 1 yosh kattaman, to'g'rimi? Opa demadimi? Urmadimi? Ursa